Assalomu alaykum YouTube chorva ishqibozlari, arzonchi aka muxlislari. Mana bugun arzonchi akamizning fermalarida biza birinchi qoringa nomer deyiladi kelgan. Like'larni bosib qo'yasizlar, ko'rib baho beraverasizlar o'zingizlar. Joning sog' bo'lgur. Ana joning sog' bo'lgur. Klientlar ham shu yerda, xudo xolisa. Voy dot. Qara. Ana. Voy jonivor. Mashinalar ham ochirtdi. O'rtamizda turishdi. Sana boking chiroyli. Joning sog' bo'lgur. Xudo xolisa kevrasizlar, hurmatli akalarim. Joning sog' bo'lgur. Noklari shu yerda-yu, arzonchi akada-yu, noklari. Joning sog' bo'lsin sana. Kommentariyaga otenga rahmat deb yozib qo'ysanglar bo'ldi. O'rtaga otini aytib qo'ying, bitta otini. Qora yalag'im o'zimmi? Qora yalag'im. Ha, Odil aka, like'larni bosib qo'ying. O'zimmi qora yalag'im. Tug'uy deb turibdi. Xudo xolasa 2-3 kunda tug'ib qo'yadi. Tort joning sog' bo'lgur. Joningdan, sani bokingdan qoralar boshqacha bo'ladi baribir. Tort, mana buni qara. Mana nima deyapti, mana bu. Ha? Hada Husanboy. Husanboy shu yerdalar, xudo xolasa. Nima deb qo'yasiz arzonchi aka muxlislariga? Olinglar mazza qilinglar. Olinglar mazza qilinglar. Joningdan. Ana mol. Olmani solmani degan mol. Olmani solmani qaranglar. Ana. Jonollari arzonchi akada-yu, Nazarbekda-yu. Joningdan Qoch Nazarbek kelyapti degan joylaridan. Voy. Kevrasizlar, o'zimiz ham bloger bo'lib ketdik hali. Hammasidan o'tib ketamiz, Odil akamdan ham o'tib ketamiz hali. Joning sog' bo'lgur. Sog' salomat bo'linglar, like'larni bosib qo'yinglar. Hammaga omad. Joning sog' bo'lgur. Anundan ham olib chiqqan, anuni ham Husan ikkitani. Olib chiq, joning sog' bo'lgur. Olib chiq, Husanboy, olib chiq. So'rashyapti. Ha. Joning sog' bo'lgur. Like'larni bosib qo'yasizlar, mana tombashi. Sotiladi 99 kodi bilan 106 4 bizning raqamimiz. Joning sog' bo'lgur. Birinchi qoringa. Voy joningda, men bularni qaranglar. Bo'ri bosarlarim o'zimmi? Joning sog' bo'lgur. Nima deyapti bular? Bularmi? Mashta katta bo'lamiz deyapti. Tojini bolalari. Joning sog' bo'lgur. Yo'q, bir akamizda yo'q. Mana shunaqa itlar bor, nomerlari bor. Akamizni xudo xolisa beramiz. Kimga shunaqa kuchli kerak bo'lsa, Husanboy bitta yerga qo'yib qo'ying. Ayiq polvonlarni shunda o't vora qolamiz shu yoqqa. Joning sog' bo'lgur. Mana kimga kerak bo'lsa shunaqa kuchli aloqaga chiqaverasizlar, nomerlarini beramiz, qilsanglar. Mana ayiq polvon. Joning sog' bo'lgur. Sog' salomat bo'linglar, yaxshi edi ko'rishguncha.